Assalomu alaykum mehribonlarim. Mana kraska qilyapman bugun. Bu eski shkaf. Onam bergan eski shkaf. O'shani kraskalab qo'yapman. 20 mingga kraska olib keldim. Agar kraskalab qo'ymasak, xunuk ko'rinadi. Bu uyimga qo'ygan shkafim. Xudo xolasa yangi shkaflar olsam, oshxonaga chiqazaman. Mana. Bu kapatillomiz. Bulturgidan oldingi yil kalendarimni vol bo'lmasin, tashlavermay deb o'sha joyga qoqib qo'yganman mana. Bu yerga mana buni qo'yib kraska qildim mana. Anaklariga mana bunday qilib, shunday qilib kraska qildim. Atepinalarimni ham kraska qildim. Ularni uzoqroqda edi hozir o'tirgan holatda qilgan kraskam, mana kraskam, mehribonlarim. Obuna bo'lib, like bosib qo'yingizlar, keyingi qilayotgan mehnatlarimizni birga tomosha qilasiz.